Assalomu alaykum. Aka-uka kaptash quvozlari, xonadonlar, uydagilar, ballar hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukron olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsin. Mana ko'xonimiz kaptallarni gulini olib chiqdi. Tomosha qilinglar. Akalar kaptar oladigan bo'lsalari, qon o'shinglar. Cho'p, paypoq bas, qonini o'shinglar. Ertadagi ursalari o'sha qondan chiqib qoladi desa, visikalarga, sovrinlarga, lubajoga borib tashaverasizlar bemalol. Bollaringga shukr, gap so'z yo'q. Ana kaptallar zo'ri. Ukaxon nomeringizni berdingiz-a? Berdik. Inshaalloh. Mening muxlislarim 100 mingtadan o'tdi. Agar mabodo murojaat qilib, Rustam akam Qo'qondan kelib, sizni kaptalingizni aytgan bo'lsa, desa, bemalol chiqarib yuboradi. Bemalol sizning nomingizdan chiroyli qilib narxlarni bozoringizni bersin, bozoringizni bersin. Mana shunaqa xalq xizmatini qilib, kaptallarning zo'rlarini olibsiz. Qaysi odam so'rasa, xo'p dey. Sizni yomonlasa ham, so'ksa ham duo qilavering. Alloh taolo aytayapti, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanki, sizlarni qancha yomonlasam, sizlar pastda yuraveringlar, inshaalloh ajr topasizlar deyishgan. Mana shunaqa kaptallarga bozorlarga kelib, visikalar. Bu ham siznikimi? Bu ham siznikimi? Gap so'z yo'q mana. Bu ham mana visikada kaptallarni ko'rsatyapman. Kimlargadir yoqib qo'ygan bo'lsa, kelib bemalol olaverasizlar mana. Qancha bo'ladi? 5 bo'ladi shu? 500 dollar. Dollar, 500 dollar ekan. Akalar mana. Ko'ringlar akalar, bu kaptallar arzon kaptallar emas. Bu narsalarni olib, urib chiqaramiz. Kimdir hadasi qapas-mapasdan chiqib ketsa, ushab yo'q qo'ymaylar akalar. Vallahinga shukr, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, ukajon. Yana uni qarang, eski zotlar, qarang eski zotlar. O'zimizni haqiqiy eski zotlar, o'zimizni cho'vkanlardan ham bor ekan. Akalar mana razmeriga, cho'piga, to'niga e'tibor beringlar mana. Mana uni qarang. Gap so'z. Nimani tashqariga chiqadimi bular? Valerda. Valerdami? Valerda. Gap so'z yo'q. Omad tashqariga har zamondachi agar shariat bo'lsa-chi, beylab qo'yib yuboringda, bular vitamin yesa-chi, undan ham battar zo'r tilib, chiroyli bo'ladi. Mana hozir endi sekin xudo olasa, jiddagina kichkinagina valer chaqib qo'yapti xudo olasa. Bu ham sizniki, chinnilar ham. Gap so'z yo'q. Omad sizga bersin, gap yo'q. Akalar, mana shunchalik ukaxonimiz kaptallar olib chiqishibdi. Murojaat qilaverasizlar. Nomerlari bor ekan mana. Gap so'z yo'q unda. Mana oling buni chinnini. Ikkovini ham oling, bitta oling ana shuni. Ana uni qarang. Akalar qaranglar, razmeriga, cho'piga, paypoqlariga, tumshuqlariga e'tibor berib olaveringlar. Ukaxondan mana shunchalik kichkina bo'lsa ham ukaxonimiz zo'r kaptallar olib chiqishibdi. Omadlar bersin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu kaptallar ko'rib, mening muxlislarim qayerda bular deyapti. Mana Qoraqamishda, Toshkentda yuribman mana. Qoraqamish Toshkentda yuribman. Omadlar bersin. Ukaxon sog' bo'ling, omad bersin. Gap yo'q. Mabodo telefon qilsa, to'g'ri tushunib aytaverasiz. Bir qilgisi, olgisi bor, bir qilgisi yo'q deydi. Cho'ntagiga qarab ko'taraverasiz. Sog' bo'ling, omad sizga bersin. Akalar mana zoq, ro'yam, novvat, chinnilar ham, mallalar ham, juvalalar ham bor ekan mana. Sizlar kimmi? Akam nomerlari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nomeringiz? 90lik 120 1990. Qayerda hovli? Oqqirg'on? Boringizga shukr, gap so'z yo'q. Omad sizga bersin. Gap yo'q. Buni ular kimniki? Egasi yo'qmi? Gap so'z yo'q. Mana shunchalik kaptallar chiqibdi, ama sochlar ham soch ekan ama. Chinnilar chiqibdi mana. Buni ular chiqibdi, ro'yallar chiqibdi. Ballariga shukr, sog' bo'linglar. Mana shu Qoraqamishda bozorini ham bitta ko'rsatib qo'y mana, Qoraqamishda bozori mana. Qoraqamishda bozori riskka bas, rasparadashi degani bu kaptallar konkursi degani mana. Shuncha odam bor ekan Qoraqamishda mana. Mana olyapman, mana. Ana akalar. Sog' bo'linglar, bozorlaring bersin. Videolar mo'minlabdan rahmat deb like bosib qo'yaveringlar.